Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har bitta ishlaringga javob bor, hatto kasal bo'lib yotganingda ingraganlaringga javob berasizlar deganlar. Deganiga javob bergan. Voy deganiga javob. Biroq mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha dedi. Bandalarim qiyomatga borganda kitobni ochib turib, bay bu kattani ham yozorgan ekan, kichinasini ham yozorgan ekan dedi bandam deganda. Hammasini yozaman degan. Shu darajada hisob kitob bo'lgandan keyin, bola chaqaga 4-5 ta non bo'lishga yetadigan pulni nosga sarflagandan keyin hisobi bor-da endi uni. Sigaretaga sarflagandan keyin. Bittasi aytadi, 1 oylik sigaretni hisoblasam 1 oyda mol berar ekan deydi. Pulini hisoblasam deydi. Chek olar ekan shuncha narsani havoga tutib qilib deydi. Onayki o'zini onasi bolayki o'zini yemib turgan shirin ko'kragidan onasini sutidan eng shirin narsa, lazzat narsasidan sabr qilib turib achchig'i bilan ajayapti-ku, ajayapti. Bu yo chidalmayman deydi, endi ajraymayman deydi. Seni bundan boshqa yeydigan narsang borki ajrasang bo'ladi. Onani sutidan ajrayib turganda ko'kragiga qalampir surkab yoki bolani tiliga igna tiqib olib ajratadi. Ozgina shirin, ozgina achchiq narsa bilan shirin narsadan bola esdan chiqib oladi. Ozgina achchiq narsani ko'radi, shuncha shirin narsa yo'q-da. Sa'diy aytadiki, ozginagina sabr ham achchiq bo'ladi deydi. Ozgina sabr qilasan, shirin narsani esdan chiqib olasan deydi. Sabr qilgin, bir iroda qilgin. Hammasiga sabr kerak, iroda kerak. Bu jannat topish oson emas-da. Qozdomlar xullasida gapimizga qaytsak, Qozdomlar Xudo rahmat etgan ekanlar. Shu bandani og'zini ikkita chekkasida farishta turar ekan, ekanlar. Tilni tagida farishta turar ekan bitta. Shu insonni me'dasidan oshqozondan bir tomir kelib, shu tomir shu tilni tagida shunday to'xtaydi. U tomirda qilayotgan ishi shuki, bir vodoprovodga o'xshagan, kranga o'xshagan uni jumragi bor. Uni Xudo taborak va taoloning hukmi bilan qachon bandani og'ziga non tushgandagina keyin ochiladi. U nonni eritar ekan o'sha bilan. Eritib yuvoladi. U tupurgi ishlab chiqaradigan bir bez o'sha narsa endi. Uni ochadigan farishtasi bor, hammasi muakkil. Hatto shu osmondan shuncha behisob tushayotgan tomchini ham har bittasini bittadan farishta olib tushadi deganlar. Yomg'irda ham-da. Shunga o'xshash, uni ham tagida shu bir farishta boriki, uni ovqat tushganda ochadi. Ovqat yeb bo'lishingizda yana bekitib qo'yadi. O'sha nos tashab olgandan keyin o'sha vodoprovodni bekitgan farishta qochib ketar ekan. O'shani ko'rsang doim nos ichgan odam vodoprovodni ochib turgan uchun tupuraveradi deganlar. Uni vodoprovodni bekitgan qochib ketgan uniki deganlar. Farishta ham xato qilganida. Endi o'sha mubtalo bo'lib qolingan ishni sabr qilish kerak, tashash kerak endi. Yaxshi ish emas endi har qalay. Mo'min odamga yarashmaydi mana shu endi. O'sha chekaytirgan odamni o'zi ham bir bahona qiladi, o'zi turib biladi endi, ziyonini biladi endi. Borib keyin tishlar tagidan zardoblar chiqib, torat ham silaydigan bo'lib, yonidan pul ketyapti, achiydi, ko'ngli achiydi, mubtalo bo'lib qolgancha, mubtalo bo'lib qoldi shu ishga deydi. O'zi ham rozi emas endi u ishdan. Gapirsangiz achchiq kelib sizga bahona qilib qo'yadi, o'zi ham ichiga ketganingizdan keyin yaxshi gapiryapti, haqiqatda to'g'ri deydi. O'rinli gapir desak, insof bo'lsa shuna deydi. Insobimizda faqat hamma shitiga yopishmagan, boshqa gap yo'qmi deydi bular. Xullas yaxshi narsa emas endi. Ko'plar tashab nosga o'rganib ketdi. Bu qanaqa bo'larki? Bunga faqat arzonligi uchun o'rgangan. Sigaret gunoh ekan demaganda, bu arzonroq bu. O nimalarda bizda yerlik nima, uni Tojikiston taraflarida juda haddan tashqari ko'p chiqadi nosli odamlar. Sigaret odatda chekilmaydi. O katta chiroyli mashinalarni yurgan yigitlar ham yarashmay ekanda. Shunday kiyintirgan odam ko'rsangiz, ha o'zi yarashar ekan bunga deysiz. Bu chiroyli kiyib olgan, shuncha og'zini notashaydi, ko'nglingiz shuncha qoldirib yuboradi. Bir nimaga bir o'ris yurtiga bir odam borib, Dushanbe kakao город desa, Dushanbe zeleный город degan ekan. Hamma joy ko'p gorod. Shu samolyotdan hamma joyga notib turgan. Оказывается, правильно делаешь. Gap to'g'ri ekan, hamma joy zeleный город degan.
Dil ozorlik to'g'risida so'rabdilar. Bu sigaretdan ham ko'ra muhimroq masala. Hammamiz ishimiz shu bekorchi bo'lsa, birovga diliga ozor berish bilan xursand bo'lamiz-da, mazza qilamiz. Hazrati Abdulloh ibn Umar roziyallohu ta'ala anhu Ka'baga qarab turib aytgan ekanlar. Tavob qilib turib aytganlar. Ey Ka'ba deganlar. Seni sha'ningni, seni Xudo taolo shunday ulug' qildiki, iymoni boriki odam qayerda bo'lsa hamma seni ziyoratingga talpinaveradi. Yer yuzini qayerda bo'lishdan qadimdan kelolmaganda doim ko'nglida kelolmaganiga armon bilan yashaydi. Ha, shu yerda bir ko'rmadim deydi. Hojatxonada bo'lsa ham sen tarafga qarab o'tirmaydi. Sen tarafga qarab hatto tupurmaydi agar iymoni mukammal bo'lsa. Seni Xudo taolo shunday aziz qildiki, shunday ulug' qildi-yu, ammo bitta mu'minning qalbi sendan ulug' turadi deganlar. Xudo taolo aytadiki, men shunday azamatli zotman, shunday ulug' zotman, men bu azamatim bilan yerga, u arshga, u osmonga sig'mayman, ammo bitta mu'minning qalbiga sig'averaman degan. Xudo mu'minning qalbiga, Xudo taolo mu'minning qalbini o'zining nazargohi deb qarang. O'zini jilvagohi debdi. Sen deydi Hazrati Bedil bir zotni yaxshi ko'rsang-u, bir ma'shuqang bo'lsa, seni ma'shuqangni oynagini doim bir oynagi bor. U oynagiga qarab o'zini jamolini ko'rib turadigan oynagini sen sindirib qo'ysang, yaxshi ish qildingmi sen deydi. Bir mu'minning qalbini sindirsang, Xudoning nazargohini sindirib qo'ydingmi sen unga? Ko'ngliga ozor berib, yaxshi ish qildingmi sen unga deydi. Alisher Navoiy aytadiki, bir ko'ngil imorati deydi. Bir ko'ngil imorati min Makka ziyorati. Bitta ko'ngilni obod qilib qo'ying, imorat qilib qo'ying bitta ko'ngilga. Nu ming marta Makkani ziyorat qilgandan u afzal. U Makka Hazrati Ozarning o'g'li Hazrati Ibrohimning qurgan ibodatxonasi u. U Xudoning bu ko'ngil Xudoning nazargohi u deydi. Sen bir toshdan bo'lgan joyda ziyoratga borib turganda oldingda nechta Ka'balar yuribdi bu yerda. Ota-onani ko'ngli bor, begona odamni qo'ying, nechta ko'ngil, ota-onasining ko'ngli ranjib ketgan zotlar nechta? Ota-onani ko'nglini qoldirib yuborganlar. Kecha mana Chimyonda bir gapni gapirib berdi, to'y bo'lyapti. Ota bechora namozxon ibodatlik artist olib kelmasdan to'y qilasan desa, o'g'il o'zini o'g'liga to'y qilyapti endi. Otani nevarasiga to'y qilyapti-da endi. Men orzu havasim bor. Men do'mbir qilib aroq olib kelib to'y qilganman demangaman. Deganingda o'ptasiga aytgan, otasiga aytolmaydi bu gapni. Otasi nimaga o'g'lim bunaqa qilib to'y qilaman deyapsan? Men mahallada qanaqa qilib bosh ko'taraman? Seni bolang o'g'liga shunaqa qilib to'y qilib berdi deyishdi, men o'lganim yaxshi shu gapdan desa, ha Doniyor aytayapti, o'g'lim xafa bo'lyapti, o'g'lim sinfdoshlariga nima deydi debdi-da, qani. O'g'ilni rizoligini andishasini qilyapti degan badbaxt otani rizoligini nazarga olgan yo'q. Otam qanaqa qilib mahallada bosh ko'taradi demayapti-yu, o'g'lim sinfdoshlariga nima deydi qani. Ko'ta po'q bo'lib o'g'lini nazarini, gapini e'tiborga olib turgan inson badbaxt otaning nazarini bir olmayapti. Sen shu bilan nima bo'lasan? Nima topding? Men to'ying o'tdi, bir kunda o'tdi, nima bo'lding endi? Harom qilib otasi hammadan gap eshitdi, u kishi bechora. Eng yaxshi odam, qishloqda yaxshi odam hammani oldida bee'tibor bo'lib turibdi-yu, o'g'il bir kunda o'tib ketdi endi. O senin uyunda aytib bergan ashulalaring sening uyingda haykal bo'lib qoladimi deydi endi. Aytib ketdi endi. Harom. Hazrat Hasan Basri aytganlar, "Ey tahsir, topilib turgan pulni halol haromligini qayerdan bilaylik?" desa, sarflab turgan joyiga qarab turib bilasan deganlar. Haromi ketdi, bu topilgan pul harom u. Amakim bittasiga biz amakimiz topib turgan puling seni harom. Sen shunaqa qilib topyapsan, yomon yo'l bilan topyapsan desa, amaki bu topayotgan pullarimiz biz peshona qilib terib topyapmiz deb qo'ygan bolam. Peshona teri bilan pul halol bo'lib qolsa, cho'chqa boqardan pul halol bo'lib ketaveradi mesela. Cho'chqa boqib terlab ketyapti hozir deydi. Peshona teri bilan pul halol bo'lib qolmaydi deydi. O'sha gap shu endi. Aytdi pulda halol haromligi peshona teri bilan hisoblanmaydi. Sarflanib turgan joyiga qarab turib hisoblanadi. Shu rasvojaga sarflayapti, qiynalib topib turib shu arzga beryapsiz, pul harom o'sha pul. Aroq olib kelib quyib beryaptimi? Orzu havas qarang. Yaxshi insonni olib kelib turib qarang.
Bir Xudoning avliyosini olib kelsam, uyimga shuni ko'ylini olsam degan orzu yo'qmi? Shu orzu havas men ham bari quyib berib, mahallani hammasini alkash qilib berib, men bir orzu havas qilgandim. Hamma uyga men uyimdan chiqib ketib bir kayf bilan tarqab ketsa degan orzu havas qarang. Seni uyingda araqni ichib olib kirib, nechtasi xotinini urdi, senga hammasi gunohi. Nechtasi kirib olib xotinni talab qo'yib oldi, senga o'shani gunohi. Qara seni bitta seni qilayotgan muborak to'yini barakotini qarang. Seni kasofatiga nechta odam qolsa. To'yda muborakini qarang. O'sha to'yda eshigini tagida qulluq qilib to'ylar muborak degan odamni xotini talab bo'ladi. Hazrat Ali yuqori aytganlar, gunohni muborakbod qilgan odamni xotini talab bo'ladi deyapti. Hazil emas. Tashqarida turgan mo'ysabit to'yga aralashmaydi u. Begona odam qilyapti. U aroq ham ichmaydi. Tashqarida turib gunohni bular qilaveradi, xushkechlarni gunohga taklif qilayotgan uchun kofir bo'laveradi. Oson ish bu qarang. Osongina. Bir og'iz gap bilan gunoh qilmasdan turib, gunohni tahqirlaganligi uchun gunoh arzimas. Gunohni Xudo bu do'zaxga olib boradi desa, bu do'zaxga olib boradigan ishga bularni muborakbod taklif qilyapti. Marhamat kelaversizlar mana. Do'zaxning eshigi mana shu yerda. Bepulga bilet beraman shu yerda deganda, muborakbod bo'lsa, unda iymon qolarmi unda deydi. Achinadigan ish, juda achinadigan ish. Juda xaboslar deb iflos ishlaydi, iflosligi bu. To'g'risida ekan. Qo'ying shu gapni gapira olmaydi degan masala to'g'risida ekan. Odamlarga gapirsangiz, hozir mana o'tiribmizda tepamizga tap etib o'lim keldi. Hech ketishga ilojimiz yo'q endi. Qilaygan ketamiz, majbur ketasan desa, topolmaysiz, iloji yo'q, ketasiz, lekin biz ilojimiz yo'q joyga ketasanmi hozir o'lim ketasiz, yo'qda biz. Dasturxon yo'qda qaqa borasiz, dasturxon bo'lmagandan keyin. Olib ketgan narsamiz yo'q. Bog'roqlarni qo'yib, bola chaqalarni qilib, orzu havaslarni ko'raman deb turganingizda tepangizga o'lim kelsa, o'lmayman desangiz ham tepangizdan o'lim kelib sizni olib ketyapti-yu. O'sha narsa o'ldiruvchini borligiga dalolat qiladi. O'ldiruvchi bor demak. O'ldiruvchi zot bor. Sen xohlamasang ham o'lyaptimi? O'ldiryaptimi seni Xudo taolo? Demak o'ldiruvchi bor. Aynama takunu yudrikumul maut va law kuntum fi burujin mushayyada. Eng baquvvat hisorlarning ichida, qal'aning ichida bo'lsa ham seni o'lim topib ketaveradi deydi Xudo taolo. O Alisher Navoiyning Qaro ko'zim degan she'ri bor. Hamma eshitgan, e'tibor bermaysiz. She'riga e'tibor bersangiz, Xazon sipohiga ey bog'bon emas moni deydi. Navoiyning gapini qarang. Xazon sipohiga ey bog'bon emas moni, bu bog'ning tomiga gar ignadan tikan qilsin deydi. Xazonni sipohi degani xazon kuz pastini xazon deydi. Sipohni lashkarda aytadi. Kuzni keltirgan lashkarni go'yo bir keltirgan kuz fasli bir lashkarga o'xshasa, sen o'zingni bog'ingni atrofini betonlar bilan o'rab, uxlamaydigan qorovulni qo'yib, hamma joyga anaqangi simxorlarni qo'yib tashlasang ham, u kelgan bog' nima kelib, buni qorovuli bor ekan, biz chetlab o'taylik demaydi. Shu bog'ini sap-sar qilib, baylantirib o'tib ketaveradi. Ajab shunaqa narsa. Hech kim kirolmaydigan joyga kirsang ham, seni olib ketaveradi ajab. Ajal qo'rqinchli emas, o'lim qo'rqinchli emas, o'lim kelib qolganda qo'lda bo'shligi qo'rqinchli narsa. Hech narsa bo'lmasligi qo'rqinchli. Hazrat Imom G'azzoliy aytganlar: "Ey odam, ko'zingni ochgin. Seni Xudo taolo qo'lingda shunday narsani hozir berib qo'yganki, u qabrda yotgan zotlarni ko'rgina, ular qiyomatgacha orzu qiladi. Bir kun emas, bir soat, bir daqiqa chiqsam Alloh duosamda armonim yo'q edi" deydi. O'shalar orzu qilib qiyomatgacha yetolmaydigan narsa seni qo'lingda hozir naq turibdi deydi, qara. Rasvoligimizni qarangda, naq turibdi. Hojatxonaga borib kelganingizcha 10 marta la ilaha illalloh deb qo'yasiz. Dunyoni savobi-ku. Kalimatani xafifatani alal lisani saqilatani alal mizan mahbubatani indar rahmon. Ikki kalima bor. U kalima taroziga og'ir, lekin tiliga aytishga yengil. Xudoning nazdida mahbub, Xudoning nazdida suyuklik. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Shu bilan tarozi og'ir bo'lib ketadi. Shu g'animat-ku. Bekor o'tirganda apandini aytib o'tiramiz. Birovning g'iybatini qilib o'tiramiz. Birovni ko'ngliga azob beramiz. Shuni bir marta subhanalloh deng.
G'animat hayot, g'animat, tiriklik g'animat hozir bizning qo'limizda. Erta endi o'lib ketib qolamiz. Erta endi o'lamiz, hammamiz o'lamiz. Biz achinarli o'ylab kuni hayotingizga bir keltiring, yana bir robitay maut qiling, bir o'limni keltirsangiz, juda ahvolimiz xarob. Men yaxshi ko'rgan Sa'diy rahmatullohi alayhi bir gapi bor. Hamma joyda o'lim to'g'risida gap kelsa, shunday hayolimga kelaveradi. Misrda bosh vazirlik qilgan bir odamning tepasiga o'lim kelgan deydi. Misrda bosh vazirlik qiladigan odamlarning otini Aziz deydi. Turkiyaning prezidentini masalan o'sha vaqtlarda podshohni Qaysar degan. Eronning podshohini Kisro degan. Misrda podshohni Muqavqis degan. Yo'inki nimaning bosh vazirini Misrda bosh vazirini Aziz degan. Misrda bosh vazirlardan bittasining tepasiga o'lim lashkarlarni tortib kelib qoldi deydi. Lashkarlarni tortib kelib qolganda hammaningni qaraganda o'ziga jalb qilib qo'yadigan chiroyli go'zal yuzlardan go'zalliklar ketib, ranglari sarg'ayib qolibdi-da endi. Sa'diy aytadi: "Ey odam, quyoshni ko'rgan" deydi. Quyosh butun dunyoni munavvar qiladi, botishdan oldin bir sarg'ayib qoladi deydi. Quyosh sarg'ayishligi tamom shu kun tugadi degani. Ranging o'zgarib qoladi o'limdan oldin. Ehtiyotingni qilgin deydi. Rangi o'zgargandan keyin beparvo bo'lmagin odamdan, undan narsasini so'ragin, vasiyat so'ragin, undan nasihat so'ragin undan. O'sha holat ketdi-da, hali azizimiz tepasiga rangi sarg'ayib qolgandan keyin hamma tabiblarni chaqirtirib, qo'li yetgan joydan hamma tabiblar keldi, ahvolini ko'rishdi. Ular ham barmog'ini tishlab qoldi. Ular ham Ibn Sinoning kitobini ham o'qib o'limni dorisini topilmagan edi ular ham deydi. Ular aytdi, "Taqsir" debdi. Endi gapni qo'pol bo'lsa ham aytamiz, shunaqa oxiri damiz ekan. Qiladigan nasihatingizni qiling, qiladigan merosingizni beradigan joyingizga bering deb shunaqa debdi. Desa, nasihat kerak bo'lsa, dunyoda odam shu yashab shu og'ir shuna qilib xor bo'lib o'lib ketadigan bo'lsa, men dunyoda keling nima ish qildim hozir? Dunyoda baxtli odam o'sha odam ekanki, kiysa-yu, kiygizsa o'sha odam yaxshi ekan. O'zi bir narsani kiysa-yu, birovga kiygizsa, yesa-yu, yedirsa-yu, orqasidan hech narsani tashlamasdan ketgan odam baxtli ekan. Alisher Navoiyning gapi bor. Kiyganing eskiradi deydi. Kiyganing eskiradi, kiydirib qo'yganing eskirmaydi. Xudoning huzurida ham turaveradi u deydi. Dunyoda baxtli odam shu ekanki, kiygizsa-yu, o'zi kiysa-yu, dunyoda bir bola chaqamdir deb orqasidan bir narsa tashlab ketmasa yaxshi ekanda. Hamma qiladigan narsani vaqaddimu li anfusikum deydi Xudo. O'zingdan oldin jo'natgin deydi. Gap qarang, Xudoning buyrug'i bu. Ey bandam, o'zingdan oldin jo'natgin deydi. Bolam orqamdan Xudoy qilsa savob boradi demagin, u sening hisobingdan bormaydi endi u. U bolangni merosi u bo'lgandan keyin sening mulking emas endi u. U bolang senga savobini bag'ishlasa boradi, bag'ishlamasa, qo'ni qo'shni ko'rsin deb riyo uchun qilgansa, undan bormaydi ham senga u. Qiladiganingni o'zing g'amingni qilgin. Ertaga ular meros bo'lish bilan ovora bo'lar sendan keyin. Seni g'amingni qila olmaydi u. Sen qabrda azobda yotganingda seni g'amingni qilmaydi, o'zini g'amini qiladi u bola deydi. Ota meni qiynalib katta qilib o'diyo, shunga bir narsa jo'natib yuboray deya olmaydi u. Endi shu vazir shunaqa deb vazir shuna nasihat qilib gapini tugatdi deydi. Sa'diy rahmatulloh Hazrat Xudo rahmat aytadilarki, hammamiz yodimizda bunday saqlab qolsak, Sa'diy rahmatulloh alayhi bir falsafasi mana shu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Alloh hech qaysi bandasini joyini, boradigan yerini, qayer ekanligini ko'rsatmasdan turib hargiz jonini olmaydi dedilar. Gapni ko'rdingizmi? Boradigan joyini, qayer ekanligini ko'rmasdan turib Xudo hech kimni jonini olmaydi. O'shaning uchun ba'zi bir odamlarni tobuti uydan tez chiqib ketadi. Nima u boradigan joyni ko'rib qolgan u deydilar. Bir xilgina tobuti chiqib kelmaydi, nimaga u joyni do'zaxligini ko'rib bo'ldi endi u. Chiqib kelmaydi. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yelkalaringda olib ketadigan tobutni tezroq olib boringlar. Agar yaxshi bo'lsa tezroq jannatga olib borgan bo'lasizlar. Yomon bo'lsa tezroq yelkalaringdan tashlanglar uni deganlar. Shoshiringlar deydilar. O'sha ma'noda o'sha janob payg'ambar alayhisolom vasallam yana aytdilarki, Xudo taborak va taolo bandasini o'lishidan oldin ko'ziga oldiga
jannat yo do'zaxga borishligini ko'rsatib turgan vaqtida shu topgan jannatni, topib turgan do'zaxni qaysi amalni evaziga topganini ko'rsatib bo'ladi deblar, qarang. Dunyoda 70 yil yashaydi. 70 yilda ishda necha ming ishni qilib bu. Bitta bandani chiqarib qo'ygan kompyuteri sekundda milliard amalni qilib ekan. Milliardlar amalni qilib beradi. 1 sekundda ishda amalga oshirib sizga kerak narsani shunday chiqarib beryapti. Xudo tabaraka va taoloning qudrati bandaning qudrati chalik kelmaydimi? 1 sekundning ichida Xudo tabaraka va taolo masalan bir mashina bir urdi birovni, o'sha yerda joni chiqdi. Sekund ichida emas, joni chiqdi. Lekin o'sha yerda o'zida janob Rasulullohning gaplariga muvofiq uni joyini qayerdanligini ham ko'rsatadi. Shu topgan jannatini nima amalni evaziga topganini ham ko'rsatadi. Endi shu gapga muvofiq bir odam joni chiqyapti ekan. Hazrati Sa'di rahmatulloh alayh aytadilarki, ey odam, o'lib turgan odam tepasiga borib bir qaragin. Har bir o'lguvchi odamning tepasida o'lim bordek, o'lguvchi tepasida bir ish bor. U ish shuki, o'lib turgan odam bitta qo'lini cho'zib turib, bitta qo'lini tortib qo'yadi. Sen kallang qursin deydi. O'ylamaysan. Bu nimaga qo'lini tortdi dadam? Nimaga bitta qo'lini cho'zib qo'ydi demaysan. Ana o hadisni keltiryapti Sa'di. Ey, qaragina. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gaplarini qaragin. Bu o'lib turgan odam joyni ko'rdi-ku endi bu. Joyni jannatligiga, do'zaxligini ko'rdi. Yo qilayotgan amallarining savobini, gunohini ko'rdi. Endi bu bolalarga nasihat qilgisi keladi. Ey bolam, buni ishni men xo'p qilgan ekanman. Mana ko'rib turibman ko'zim oldida. Jannat bor ekan shu ishga. Yaxshi mana shu ishlarni qilib olgan ekanman. Buni ishlar ko'p yomon ish ekan. Shu ishga do'zax bor ekan. Mana hozir ko'rib turibman deb turib bolasiga nasihat qilay deydi-yu, o'limni dahshat tilni bog'lab qo'yadi deydi. Hech yo'q bolasiga rahmi kelgandan qo'li bilan ishora qiladiki, bolam, yaxshilikka qo'ling uzun bo'lsin, yomonlikdan qo'ling kalta bo'lsin demoqchi bo'ladi. Ey bolam, bu qo'l sening ixtiyoringda turganda bu qo'ldan bir yaxshilik chiqsin. Ertaga bu qo'lingni o'rab turib, kapanga o'rab qo'ygandan keyin qo'lingdan yaxshilik chiqishi yo'lda tursin, qo'ling o'zi kapandan chiqalmay qoladi deydi Sa'di. Qo'lingdan yaxshilik bu qo'l g'animat bu. Qo'lda jara-jara pullar o'ynab turgani g'animat bu. Ko'nglini olish kerak bo'lgan zotlar nechta dunyoda. Ularning ichida eng birinchi albatta ota-ona turadi. Yodimizdan chiqarmasligimiz kerakki, dunyoda necha milliard odam bo'lsa, necha ming qarindosh urug'imiz bo'lsa, shularning ichida siz bilan meniga jonini berishga tayyor turgan bitta otam bilan bitta onam xolos. Ulardan boshqa na farzandingiz, hammasi sizdan yuz o'g'irib boshiga musibat yetganda. Illo ota-ona unday emas. Demak, o'shalarning ko'nglini olishimiz kerak. Bo'lmasa, o'shalarning orqasidan yo Rasululloh, otam o'tgan, onam o'tgan, nima qilaydi? Desa, janob Rasululloh haqqida sadaqat qilgin. Otangning haqqida sadaqat qilgin, kechalar turib namoz o'qir, savobini onangga bag'ishlagin dedilar bir sahobaga. Hazrati Fuzayl ibn Iyoz roziyallohu anhu aytdilar: "Ey inson, seni har kungilik qilayotgan amalingni Xudo taborak va taolo o dashti qiyomatda qarindoshlaring ko'rsatadi. Hozir mana siz turibsiz, olami barzaxda, hozir mana shu biz ko'rmaydigan olam Xudo taborak va taolo olami arvohda hamma qilayotgan avlodda amalini Xudo taolo ota-onaga ko'rsataverar ekan. Ey, ko'zingni ochgin, bu qilayotgan rasvo ishlaring bilan ota-onani uyaltirmagin deydilar. Shu dunyoda rasvo qilib uni hijolat qilgani yetaringmi sen? Olam arvohda ham payg'ambarlar huzurida sen hijolat qilmagin ularni sen. Har kungilik qilayotgan ishini Xudo taolo ko'rsatib qo'yishga qodir zot. Xuddi o'shanday savobni ham ko'rsatadi. O'ylang, ota-onangiz bir azobda turgan paytda, odam cho'kib turgan odam bir cho'p bo'lsa ham osilgisi keladi. Bir soyni qirog'ida bir nomiga ajriq turgan bo'lsa ham shunga osilar tog'ini chiqib qoladi, lekin osiladda endi shunga bo'lsa ham. Xuddi o'shanday odam, o'lik odam bir narsa kutadi endi, farzanddan bir dasturxon kutadi-da. Bir dasturxon kutib turganda farzanddan duo borsinchi, farzanda 2 rakat namoz borsinchi, ota-ona xursand bo'lmaydimi? Ota-onaning boshi osmonga yetmaydimi olam arvohda? Qarab turibmiz, gaplarni. Bo'ldimi? Aksar endi o'zlarini mo'min musulmonman deb o'zini qulog'iga azon aytilganligini bahona qilib, men ham musulmonning xonadonida katta bo'ldim, meni ham iymonim bor deb o'zini xoliqini, o'zini yaratuvchisini tanimay turgan
ichimizda juda ko'payib ketdi. Hammalarga nasihatlarimiz shu pandimi bizni nasihatimizga nasihat deb qabul qilsa, shu ham endi bir odam bir narsani bilmasa gapirmas desa, agar iltimosim, o'tinchim shuda, endi faqat hammadanki hammamiz ham shu ibodatga astoydil bo'lsak endi. Ha, tirikchilik bu, tirikligimiz g'animat bu. Erta qiyomat kuni bu Xudoning huzuriga borganda, o sapet bulangan bitta ko'zayirli bola kelib gapiradi, o'shani gapiga amal qilib qoldim desangiz, meni ham yuzim yorug' bo'lib qolsa, ha, o'sha amal qilib sizni ham yuzingiz yorug' bo'lsa, ibodatga astoydil mana 24-25 ga kirgan bo'lsak, Xudoning yo'lida ilm o'qib, ibodat qilib xor bo'lganimiz yo'q. Ha, kam bo'lganimiz yo'q. Hali gapda benamozga ham kun o'tyapti, Xudoni taniganda ham kun o'tyapti, tanimagandiki ham o'tyapti. Lekin azizroq bo'lib o'tyapti tanigandiki, hurmatda o'tyapti tanigandiki, duo olib o'tyapti. Ha, masalan, otangga la'nat degan yo'q, yo otangga rahmat, senga o'xshagan katta odam katta qilgan bo'lsa deydi, albatta o'qisangiz, bir halol yo'lga yursangiz. Shu yoshlarga nasihatim shu o'tinchi shuda endi hamma ibodatga astoydil bo'lib qolsak. Shu iloji boricha ilm o'qilsa, mana shundan to'y bo'lsa bo'lar ekan mana. Bu qanaqa qilib to'y bo'lar ekan, bu artist emas ham to'y bo'larmikin, nima bu endi azaga o'xshab o'taveramiz deganlar ham bo'lgandi. Mana bo'lyapti. Yaxshi to'y qilganingizdan keyin yaxshi odam keladi. Arab bilan to'y qilsangiz hamma o'yinchi keladi deydi, qana kim odam keladi? Birov kelib sizga rahmat demaydi. Xo'p, qo'yib berdingizda demaydi. Shunaqa qilib to'y qilsa ham bo'ldi mana. Osongina bir yengillik bilan bir g'am tashvishli mahallada to'palang bo'lmasdan, urush bo'lmasdan bu ketyapti. Arab bilan to'y bo'lganda hech bir janjalsiz to'y yo'q. Hammasi janjal bilan tarqaydi. Nari mahalla bu mahallada urushibdi. Xo'p, zo'r ekan nari yigitlar yaxshi urdi. O'sha bilan tugayapti to'y. Ki yoshlar ham hammasi niyat shu bo'lsinki, menga Xudo taolo menga bir avvalo yoshlar o'ziga yaxshi solih xotin so'rasin-u, o'shanga muvofiq qilib to'y o'tkazishdan Xudo so'rasin, Xudodan so'rasin edi. Ibodatli xotin so'rasin, qizlar ibodatli er so'rasin o'ziga, kattalar o'ziga bolasiga ibodatli joydan bir kuyov so'rasin yo kelin so'rasin-u, to'yni ham shunday qilib o'tkazman degan niyat qilsin, yaxshiroq bir odam chaqirsam, ahli ilm kelsa, ahli taqvo kelsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar, la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, ey ummatim. Ey iflos odamdek qarangda gapni qarangda. Shayton aroq olib kelgan desa, shaytonning gapiga qirsangiz, sen bilan menga jonini berib olishga tayyor bo'lgan janob Payg'ambar alayhisalom gapini qilmasa-ya, ey ummatim, seni taomingni Xudodan qo'rqadigandan boshqa odam yemasin deyaptilar. Gap qarang. Seni halol qilgan ovqatingni Xudodan qo'rqadigandan boshqa odam yemasin. Va la yutasahib illa mu'minan. Oldingdagi birodaring iymonli odamdan boshqa odam bo'lmasin. Janob Rasululloh oldingdagi odam mu'mindan boshqa bo'lmasin deb buni oldidagi ulfati shayton. Qiyomat bo'lganda ya laytani lam attakhiz fulanan khalila deydi bandam. Ey koshki ya falonchiga ulfat bo'lmasam bo'lar ekan-a devorisan. Shu aytayotdi menga. Agar falonchiga ulfat bo'lganda shu menga bir rakat namoz o'qigan, halol bo'lgan desa, shu zinoga bormagan desa, o'shani gapiga kirardimi? Ha, afsus o'shanga o'rtoq bo'lmayapman deysan deydi Xudo taolo. Kim bilan ulfat bo'lib turganingga qaragin, janob Rasul aytadilar. Kimga ulfat bo'lib turganingga qaragin, odam o'zining ulfatini diniga kirib ketib qoladi deganlar. As-suhbatu mu'assiratun deganlar. Suhbat ta'sir qiladi deganlar. Gapiravergandan keyin qulayga kirib, yur u yoqqa boramiz, qimor o'ynagani boramiz, o'rgandan u ham ta'sir qiladi. Yaxshi gapni eshitib, u ham ta'sir qiladi, qalbi odamni eriydi. Chunki Xudo tabaraka va taolo insonni yaxshi-yu yomonni hammasini qabul qiladigan qilib yaratgan. Bir devoriki unga qaysi surat chizsangiz olaveradi. Xuddi surat chizsangiz ham olaveradi. Shu yerdagilarni ko'pini shu yaxshi gapdan bexabar deb ayblaysiz, qilmayapti deysiz, asli shu gapni eshitmagan u bechora ham. Rost gap. Bu ota-ona bechora kallang qurg'ur, moldan battar bo'lsa. Nasihat qilishni bilmasa, Xudodan qo'rqishni bilmasa, bolani qanaqa qilib ayblayapsiz keyin? U bilan qutulib ketmaydigan aslida, chunki Xudo tabaraka va taolo aql bergan unga. Aql bermasa, u hayvon bilan bir xil bo'lib qolish kerak edi. Aql bergandan keyin o'zi kitob o'qiydimi, oqtarib borib topadim, yaxshi yo'lni o'zi topish kerak edi. Unga aybi, lekin nisbatan olganingizda bir gapirish kerak ekan deysizda, endi gapirish kerak ekan. Gapirmasangiz iloji yo'q ekan, suhbat bilan bo'ladi bu hamma ish. U janob Payg'ambar alayhisolamning oldilarida daraja topgan zotlar nimaga topgan? Janob Rasululloh suhbat bilan topganchi topgan. Sahoba degan suhbat topgan degan. Janob Rasululloh bir og'iz suhbatdan eshitdi, o'shalar o'sha darajaga topgan.